Bu uy zulmat. Agar siz bilan biz yoritadigan bo'lsak, inshaalloh qabrimiz ham yorishadi. Inshaalloh qiyomatda mana obunachilarim Alloh taolodan bemalol so'raylarki, sizga uy qurganlik savobini beradi. Bularning hammasi bosgan bitta laykingiz bilan bitadi. Repostingiz bilan bitadi. Kommentariyadagi duoingiz bilan yoki Instagramga qo'ygan storiesingiz bilan bitadi desam ishonasizmi? Bu uyni ko'rib turibsizlar. Siz agar onaxonimizning kartasiga pul tushiring, inshaalloh qiyomat kuni oxiratda Alloh taolodan, biznesning egasidan qancha so'rasiz oling foydangiz bilan. Eshik-rom qilishimiz kerak. Pol pataloy qilishimiz kerak. Suvoq, shpakilovka, devor, steyashka degandek. Bularning hammasi siz tushirgan 15 ming so'm bilan bitadi inshaalloh. Ko'pchiliklarimiz birlashsak, inshaalloh bu uy ham bitadi. Bu 4-uy qurilishi azizlar. Sizlar bilan birgalikda. Inshaalloh qiyomatda mana obunachilarim Alloh taolodan bemalol so'raylarki, men mana shu yaxshi ishlarga sherik bo'lib, like bosib, kommentariya yozib, qo'llab-quvvatlab yoki 10 ming so'm ehson qilganman ya Robbi desangiz, Alloh taoloning marhamati keng. Sizga uy qurganlik savobini beradi. Savob qilmayapman deb o'ylamang. Inshaalloh mana shu ishlaringiz bilan Robbimdan ulug' ajrlar olasiz. Qarsillashini eshityapsizmi? Tomda ustalar loy bosishyapti. Ish to'xtagani yo'q. Faqat sizlar qo'llab-quvvatlashdan to'xtamasalaring bo'ldi. Robbimni biznesiga qo'shilmoqchi bo'lganlar, Robbimdan foyda daromad olmoqchi bo'lganlar, yaxshi ishlarimizga qo'shilinglar. Sizlarga marhabo.